Musashi Miyamotoning 5 uzuk kitobida shunday deyilgan: jang san'atini asl o'quvi bu uni shunday o'rganish kerakki, u istalgan vaqtda va shunday o'rgatish kerakki, uni har narsada qo'llash mumkin bo'lishi lozim. Assalomu alaykum. Fight Club yana sizlar bilan. Bugungi ko'rsatuvimizni aynan shu tarzda tayyorlashni lozim topdik. Dastavval yakka kurashlar olamida sodir bo'lgan eng so'nggi yangiliklarni sizlarga havola etamiz. Ularning ichida o'zingiz uchun eng qiziqarli va muhim faktlarni ajratib olish imkoniyatiga egasiz. Bo'lmasam, navbat informatsion dasturga. Yengilmas bokschimiz Shohjahon Ergashev 12 fevral kuni AQShning Detroyt shahriga uchib ketdi. Bu yerda yurtdoshimiz navbatdagi jangiga tayyorgarlik ko'radi. Shohjahonning o'zi uning raqibi kim bo'lishini kutmoqda va yaqin vaqt mobaynida bu masalaga oydinlik kiritiladi. Sonny Fredriksen ustidan qozonilgan g'alabadan so'ng u WBA reytingida 12-pog'onaga ko'tarilib olgan. Rio Olimpiadasi kumush medal sohibi, jahon chempioni, 2017-yil Osiyoning eng yaxshi bokschisi Shahram G'iyosov tez orada Yevropaning eng yirik promotorlik kompaniyasi Mirbox bilan shartnoma imzolashga tayyor turibdi. Bu kompaniyada Vladimir Klichko, Kshishtov Vladarchik, Carlos Takam va Luis Castillo kabi mashhur bokschilar ishtirok etishgan. Lennox Lewis va Evander Holyfield singari boks afsonalari mehmon sifatida tashrif buyurishgan. Mirbox promotorlik kompaniyasining asosiy shiori bu toza boks va doping iste'mol qilgan sportchilar promotion tashkil qilgan turnirlarda ishtirok etmasligi. Hozirda bu kompaniyada Grigoriy Drozd, Denis Lebedev, Aleksandr Povetkin va Rahim Chahkiyev kabi bokschilar faoliyat olib bormoqda. Toshkentda professional Unified bo'yicha turnir o'tkazildi. Unda Tojikiston, Qirg'iziston va Qozog'istonlik jangchilar ishtirok etishdi. 6 ta bahsda yurtdoshlarimiz g'alaba qozonishdi. Kechaning markaziy jangi 85 kg vazn toifasida aralash aka kurashlarda mashhur bo'lgan yurtdoshimiz Nursulton Ro'ziboyev va qozog'istonlik Almazbek Ermatovlar ishtirok etishdi. Kutilganidek Nursulton raqibiga hech qanday imkoniyat qoldirmasdan uni texnik nokautga uchratib g'alaba qozondi. Va aynan shu turnir ishtirokchisi u shunchaki ishtirokchi emas. Uning qahramoni professional universal jang g'olibi, Ahmad klubining Osiyo ligasi vakili Nursulton Ro'ziboyev. Assalomu alaykum Nursulton. Studiyamizga xush kelibsiz. Taklif uchun ham rahmat. Sizni Toshkentdagi g'alabangiz va undagi ixtiroslaringiz haqida aytib berishingizni kutmoqdamiz. Keling, shu va albatta siz haqingizda batafsil gaplashsak. Nursulton Ro'ziboyev Andijon viloyatida tug'ilib o'sgan, 24 yoshda. Aralash yakka kurashlarda 4 yildan beri ishtirok etib kelmoqda. Taxallusi Black. Professionallarda 20 ta jang o'tkazib, ularning 16 tasida g'alaba qozongan. Norasmiy ma'lumotlarga ko'ra, u 30 dan ko'proq jangda ishtirok etgan. Mamlakatimizda va O'rta Osiyodagi eng kuchli jangchilardan biri. Hozirgi kunga qadar qozog'istonlik sportchilar uni mag'lub etish yo'lini topa olishmagan. U aralash yakka kurashlarning xalqaro toifadagi sport ustasi, jangovar sambo bo'yicha xizmat ko'rsatgan sport ustasi va qo'l jangi sport ustasi. Ahmad klubi chempioni, WF chempionlik kamari sohibi. Toshkentdagi turnir sizda qanday qiziqish uyg'otdi? Toshkentdagi turnir O'zbekistonda birinchi marta professional bo'yiga chiqishim o'ziga yarasha hayajoni bo'ladi. Chetdan ko'ra o'zimizda O'zbekistonda. Uni ustiga ota-onam ham bo'yiga kelgan tomoshaga. Shuning uchun mana shunaqa qildim. Jang qanday kechdi? Bo'yni ta'riflasak, sopernikim yaxshi, opitniy boец. Ozgina og'irligi uchun u bilan faqat stoykada urishni reja qilib chiqqan edim. Yaxshi, biz o'ylagandek bo'lib, nokaut qilmoqchi edim. Nokaut bo'lmadi, texnik nokaut bo'ldi. Nursulton, to'g'risini aytsam, kamarlaringizni ko'rib ko'zlarim qamashib ketdi. Qani aytingchi, siz uchun qaysi biri eng qadrlilari? Men uchun hammasi qadrli, eng qadrlilari bulardan, bu ikkalasi. Nima uchun? Bunisi O'zbekistonga birinchi marta chempion Osiyo kamari birinchi marta kirib kelgan, Koreyada olganman. Shuning uchun mana shunisi qadrli. Orqa tarafingizda turgan kamarlarchi? Bunisi yaqinda Toshkentda bo'lgan musobaqada, universal professional musobaqada yutgan kamarim bunisi. Bunisi birinchi kamarlaringizdan bo'lsa kerak bunisi. Shu birinchisi bu. Bu Qozog'istonda Nomad MMA bo'yicha chempion miraga bo'lgan. Demak, hamma kamarlaringizni o'ziga yarasha o'rni bor ekan. Sizga parterda jang olib borish qulaymi yoki zarbalar almashinuvimi? Oldin parterda edi, hozir ikkovi ham. Nima uchun oldin parterda edi? Bu MMAga biz shunday ko'chadan kirib qolganmiz. Yumshatishni ham bilmasdik, faqat parterimiz yaxshi edi, kurashimiz. Nursulton, siz faoliyatingizni qaysi sport turidan boshlagansiz? Ochig'ini aytsam, hech qaysi sportdan boshlamaganman. Shu zalga kirib ko'proq shug'ullanardik, to'g'ri kelgandi. Kurashardik, urushardik.
Shular sababli MMA ga o'tib ketganmiz. Sizni taxminingizga qarasak, qisqa vaqt mobaynida juda ko'p janglarda ishtirok etar ekansiz. Hattoki 2 haftada 3 ta jang. Nima uchun? Bitta jang o'tkazib, kelib dam olib ikkinchisiga ketardik, undan dam olib ikkinchisiga ketardik. Bu endi travma olmasdan hamma yaxshi bo'lgani uchun bo'yga chiqarardik. Sizda qandaydir balkim siringiz bordir. 2 haftada 3 ta jang bu o'zi emas. Buni siri nima? Balkim mashg'ulotlardadir. Endi mashg'ulotlarni yaxshi qilamiz. Trenirovkani mehnat qattiq qilamiz. Bunchalik tez sport formasini tiklash mumkinmi? Siz buni qanday uddalaysiz? Bir oyda 2 haftada 2 marta, 3 marta bo'yga chiqishlik sababi ham bitta bo'ydan keyin bitta bo'y trenerlar aytgan 6 oylik trenirovkani beradi degan bitta bo'y. Men bitta bo'ydan kelib ikkinchi bo'yga boraman, ikkinchi bo'ydan kelib unga boraman. Faqat dam olib, mana shu o'zi trenirovka bo'lib qoldi o'zi. Shu. Doim formada yurilaveradi. Formada yurish uchun bir qandaydir parhez ushlash kerakmi? Men parhez ushlamayman. Ushlamaysiz. Yo'q. Siz Ahmad klubi uchun ishtirok etasiz. Nega aynan shu klub va qanday shartlar asosida? Bizga shart-sharoitlari nima kerak bo'lsa hamma yo'qni qilib beradi. Zborlarga jo'natadi. Sharoitlar yaxshiligi uchun shu Ahmad klubda. Janglaringizda ko'pincha siz raqiblaringizdan jismoniy jihatdan ustunlikka ega bo'lasiz. Buni siri nimada? Bu hammasi trenirovka jarayonida qilgan mehnatlarimiz. Trenirovkada qancha o'zimizni ayamay trenirovka qilsak, ringda shuncha oson bo'ladi. Ko'pchilik sizni UFC'da ishtirok etish uchun tayyor jangchi deb hisoblaydi. Sizni bunga munosabatingiz? Asosiy maqsadimiz shu UFC Bellatorga chiqish. Biz hali O'zbekistondan UFC Bellatorga hech kim chiqmagan. Biz ham niyatimiz shunga chiqish. Endi Xudo xolasa harakat qilyapmiz, nasib boramiz. Xudo xolasa. 2014-2015 yillarda siz raqiblaringizni bo'g'ish usulini qo'llab mag'lub etardingiz. Hozirda esa tirsakni og'ritish uslubida g'alaba qozonmoqdasiz. Bu vaziyatdan kelib chiqibmi? Tirsakni qo'lda kimura tortish deyiladi. Bu qo'lda ushlashda, proxodga kirganda, qarshi hujumda yaxshi. Shuning uchun ko'proq mana shu qo'lda ushlaymiz. Bugun bizning master-klassda siz qay birini bizga ko'rsatasiz? Shu kimurani ko'rsatib beraman. Bu tirsak bilan. O'zbeklar hali buni ishlatmagan hali. Endi o'zim ham endi chiqaryapman. Yangicha bir tepish bor. Shuni chiqarishga harakat qilib ko'raman. Demak, bugungi master-klassimiz juda ham bir o'zgacha tarzda bo'lib o'tadi. Azizlar, navbat master-klassga. Demak, aziz teletomoshabinlar, Nursulton Ro'ziboyevdan master-klassni tomosha qilamiz. Nursulton, siz har bir harakatingizni ta'riflab bizga, muxlislaringizga ko'rsatib berishingizni iltimos qilamiz. Bo'lmasam boshladik. Hozir ko'rsatadigan tepish zarbamiz hali yangi, bu hali O'zbekistonda ham boshqa joyda ham hali ko'rmadim. Endi o'zimiz sekin-sekin chiqarib, endi shuni chiqarib ko'rmoqchiman. Hozir ko'rsatib beraman. Bu uslubni o'zingiz o'ylab topdingizmi yoki birga murabbiyingiz bilan? Murabbiylarim bilan. Demak, bu uslub o'zbekistonlik sportchilarning ichida yangilik bo'ladi. Stolga turiladi, sapernik bilan turilganda o'zi tizzaga o'xshaydi bu. Tizza qo'yiladi. Birinchi turgan joydan sakrab tizza qo'yiladi. Tizza qo'yiladi. Buni jichcha distansiya, masofani ushlab turib, tizza qo'yilmaydi-da, mayat tepiladi. Tizzaga o'xshab sakraladi. Tepiladi. Juda ham qo'rqinchli zarba bo'ldi, to'g'risini aytsam. Yana bir marta ko'rsatib bersangiz. Sapernik bilan turilib, ringni chetiga qisib olib boriladi. Sapernik bilan hujumga u kirsa ham, yo u kirmasa ham tepsa bo'laveradi, bu o'tadi. Distansiyani ushlab olsa bo'ldi. Yaqinlashib turib, masofani ushlab, sakrab tepiladi. Nursulton, bunday zarbadan keyin 100% raqibni nokautga uchratsa bo'ladi. Oyoq bilan zarbangiz tizza bilan zarbadan farq qiladi demak. Sapernik kiryap turganda bu tizza qo'yiladi. Sakrab turgan joydan tizza qo'yiladi. Yaqin masofadan. Ha, agar bu turgan sapernikga bunaqa tizza qo'yib bo'lmaydi. Qachon u hujumga o'tadi, bu tizzani qo'ysa bo'ladi. Bunda hujumga o'tish ham shart emas. Turib o'zimiz hujumga o'tgan kishi bo'lib tepiladi. Tushunarli. Unda keyingi harakatingiz qanday bo'ladi? Keyingi harakatimiz og'ritish usuli bo'ladi. Nursulton, bo'lmasam boshlaymiz. Ikkinchi ko'rsatadigan usulimiz og'ritish usuli deyiladi. Kimura deyiladi. Proxodga kirganda parterda bo'ladi. Proxodga kirganda qarshi hujumni, kontra ataka degani, shuni ko'rsatib beraman. Proxodga kiradi, mana. Kirdi, bitta qo'l bu yoqda, bittasi bu yoqda. Kalla tomoni bu yoqda. Orqaga ozgina orqaga tortamiz, qo'liga joy ochiladi. Keyin bitta qo'limizda kisdan ushaladi, bittasi tepasidan ushaladi. Bilagidan va tirsagidan. Keyin tepaga ko'tariladi. Keyin o'zi bunda yiqiladi.
yiqilyap turganda ikkita oyog'ini yo belidan qisib olinadi. Shunda og'irchi usuli bo'ladi. Sportga endigina qadam tashlayotgan jangchilarimiz o'ziga kerakli bo'lgan darsni olishdi. Bo'lmasam, ikkinchi shartimizga tayyormisiz? Tayyormi? Marhamat. Ko'rinib turibdiki, bugun Fight Club rekordi uchun qiziqarli bahs bo'ladi. Yetakchilarning barchasi bokschilar. Tursunov, Madrimov va Ergashev. Va ularga qarshi Osiyoning eng kuchli aralash yakkakurashchilaridan biri qarshi chiqadilar. Nursulton, nima deb o'ylaysiz? Bokschilarni natijasini yangilay olasizmi? Bilmadim, harakat qilamiz. Bizniki asosan parterda, stoyga oyoq-qo'l bo'ladi. Boksyorlar faqat qo'lda kuchliroq. Chunki ular faqat qo'lda Qo'lda ishlashadi. boksyor. Xudo xolasa harakat qilaman. Xo'p, qanday zarba bilan bizni moslamamizda o'zingizni sinab ko'rmoqchisiz? Bitta primo, bitta bokovoyda sinab ko'rmoqchiman. Maylimi, men sizga maslahat bersam. Bir xil yoki primo yoki bokovoy ikkalasidan birini tanlab oling. Chunki men shuncha bokschilarimizni ko'rib, ozgina o'rganib oldim. Sizga maslahatim bittasini tanlab, o'z zarba kuchingizni sinashingizni Rahmat. aytib o'taman. Sizda 30 soniya vaqt bo'ladi. Shu 30 soniya vaqtni ichida sizda ikkita imkoniyat bo'ladi. Shulardan birini biz eng kuchlisini Fight Club rekord jadvaliga joylashtiramiz. Tushunarli. Unda omad. Rahmat. Maqsam ekan endi. Ish qilib. Nursulton, vaqt ketdi. Birinchi zarbangiz. Aha, birinchi zarbangizni bajardingiz. Hozir moslamamiz hisoblashni davom ettirmoqda. Yomon emas, 6453. Ikkinchi imkoniyatingiz. Bunisi menimcha kuchliroq bo'ldi zarbangizni. Moslamamiz hisoblamoqda. 6529. 6529 natijangiz. Nursulton, siz yana bir marta imkon berishimizni xohlayapsiz. Shu moslamada yana bir marta o'z zarba kuchingizni sinab ko'rmoqchisiz. Ammo biz hech qaysi ishtirokchiga bunday imkoniyatni bermaganmiz. Nima uchun? Sizga beramiz deb o'ylayapsiz. Yo'q, prosta boshqa biri deb turibdim-da. Ammo boshqa ishtirokchilarga nisbatan bu hurmatsizlik bo'lib qoladi. Hech kim ko'rmaydi hozir. Ammo hamma ko'rib turibdi, lekin natijangiz yomon emas. Chunki bu hazil edi, to'g'ri. To'rtinchi o'rinni oldingiz. Ahamiyat bering. Hammasi professional bokschilar. Siz 4-o'rindasiz. Bu yaxshi, bu yomon natija emas. Haligi master klassdagi oyoq zarbasi bo'lganda shu moslamada siz g'olib bo'lardingiz. O'ylaymanki, bizning Fight Club rekordidan ham u yoqda bo'lardi sizning o'rningiz. Chunki zarbangiz juda ham kuchli ekan. Rahmat. Xafa bo'lish yo'q. Yo'q, xafa bo'lmaysiz. Xafa bo'lish yo'q. Ko'rsatuv homiysi, sport kiyimlari va anjomlarini ishlab chiqaruvchisi Boka Boxing. Azizlar, ko'rsatuvimiz ham o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Nursulton, studiyamizga tashrif buyurganingiz uchun sizga kattakon rahmat. Taklif uchun sizlarga ham rahmat. Musashi Miyamotoning yana bir fikrini aytib o'tishni lozim topdim. Maqsadsiz ishga umuman qo'l urmagan ma'qul. Qo'ng'iroq qiling, like bosing. Keyingi ko'rsatuvlarda ko'rishguncha, xayr. Keyingi dasturimizda studiyamizga yana bir faxrimiz, boks bo'yicha terma jamoa a'zosi, 2 karra Osiyo chempioni, Jahon chempionati kumush va bronza medali sohibi, Rio Olimpiadasi finalchisi, Shuhrat medali bilan taqdirlangan Bektemir Meliqo'ziyev tashrif buyuradi. O'tkazib yubormang.